Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Bugun 2026-yil 10-may kungi sanasi, soat millarimiz 17:45lar chamasida. Bir savdogar akamiz telefon qilib, aka o'sha issiqxonangizdagi hosilingizni uzib bering deyishdi va biz xudo xolasa o'shani uzyapmiz, uzish jarayonidamiz. O'sha mijozimizga marhamat, hosillarimizni bir qator ko'rasiz. Hozir bir yarimi uzildi. Endi hozir yana uzishyapti. Bir 400 kilodan ortiqroq chiqib qolsa kerak, xudo xolasa. Ko'rib turgan bo'lsalaring, shu mehnatlarga bitta laykni bosib obuna bo'lib qo'ying. Jigar deyishadi-yu. Mana bir 400 kilolardan ortiq chiqib qolsa kerak. Mana bir so'ri qilib uzyapmiz, xudo xolasa o'sha mijozimizga uzib bering aka. Narxi 5500 so'mdan. Bugungi 2026-yil 10-may kungi sanasidagi 5500 so'mdan uzib beryapman. Mana o'sha 14 xil nav urug'imizdek. Paqirlarni ham to'k. Paqirlardagini ham ko'rishsin endi. Bir 500 kilo, 600 kilo atrofida chiqib qolsa kerak. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'lasiz. Agar shu urug'larimizdan kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekranga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mavjud. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling.